Biz ayollar ta'ziyaga borganimizda ba'zi joylarda tahlil etishmoqda, ba'zilarida esa astag'firulloh aytilmoqda. Yana ba'zilar mayit uchun salovat aytish kerak deyishmoqda. Agar hech narsa aytilmasa, dunyo gapi bilan mashg'ul bo'lib qolinmoqda. Shuning uchun mayitga naf tegishi uchun qanday zikrda bo'lishimiz lozim? Bismillahirrohmanirrohim. Darhaqiqat bir ta'ziyaga borgandan keyin hali janoza vaqtiga biroz muddat bor. Bunaqa paytda biz shu vafot etgan birodarimizga yordam qilishimiz kerak. Yordamni mana yuqorida aytilgandek, ya'ni bir qancha tahlil dedilar, istig'for dedilar, salovat. Bunga qaysi birini qilsak ham u mayitga yordam bo'laveradi. Lekin bir ishni afzali qaysi degan masalani so'rayaptilar bu yerda. Ulamolar aytadilarki, bunday holatda afzalu zikr, ya'ni tilovatul Qur'on degan, ya'ni zikrlarning eng yaxshisi Qur'on tilovati deyiladi. Ya'ni borgan odam hali demak janozaga ozgina vaqt bor, kutib o'tirish kerak. Bunaqa paytda agar Qur'on o'qishni biladigan bo'lsa, Qur'on o'qish kerak. Shuni Qur'onni ba'zi bir joylarda shunaqa sharoitlar bor. Bir pasda Qur'onni 30 porani bo'lishadi, janozagacha ham bitta xatmi qilib qo'yadi. Mana shunaqa agar Qur'on o'qishni biladiganlar bo'lsa, Qur'on o'qisin. Agar yo'q, Qur'on o'qishni bilmaydiganlar bo'lsa, ular zikrlarni, yuqorida aytilgan zikrlarning hammasini qilsa bo'ladi. Lekin zikrlarning ichida ham Qur'ondan keyin turadigani la ilaha illalloh. Yani zikr ba'da tilovatil Qur'on huwa la qawl la ilaha illalloh degan mazmunda bir ulamolarning iboralari borda. Demak mana shunday. Qur'on o'qishni biladiganlar Qur'on o'qish kerak. Qur'on o'qishni bilmaydiganlar shu la ilaha illallohni aytadigan bo'lsa, u juda katta bir mayitga yordam tekkan bo'ladi. Endi savolda aytyaptilar, haqiqatda ba'zilarini ko'rsak, shunaqa zikrlar bilan mashg'ul bo'lmaydi-da, o'zaro behuda bir narsalar bilan mashg'ul bo'ladi. Bu narsa bu yaxshi narsa emas. Chunki mana oldimizda mana mayit janozasi o'qilishi holatda turibdi. Bunaqa paytda nima qilib bo'lsa ham bu mayitga yordam qilishimiz kerak. Chunki hozir bu shu janozadan keyin, dafndan keyin o'z-o'zidan savol javob qilinadigan holat bu. Biz tiriklar bunga mana shunaqa tilovat Qur'onmi yoki zikrlar bilan agar yordam beradigan bo'lsak, inshaalloh nur ustiga nur bo'ladi. Vallohu a'lam bissavob.